pulti ham bor ekan, o'tirgan joyida boshqarar ekan. Boshqa viloyatlarni bilmadim, ammo meni Namanganimda 5 kechada, ya'ni qizlarimiz ko'payishganda nabiraga ota chaqirdiga shunaqa mebellarni olib borishadi. Ota chaqirdiga ko'tarib boradigan mebellarni esa bolajon mebeldan topasiz. Hozir kelinlarga mazza, bizni davrimizda 5 yil qilinardi. Endi esa mana ham berinchaylar qilishyapti ekan. Buni pulti ham bor ekan, o'tirgan joyida boshqarar ekan. Eng qizig'i to'ka ham batareykaga ham ishlar ekan. Mana buni qarang, hozir olasiz, 15 yoshgacha shu bilan divan olmaysiz. Sababi bu kattagina divan ham bo'lar ekan, komplekt shifonyeri o'zi bilan. Bunaqalarni ichi turi bor ekan. Tanlab olasiz, xohlasangiz dubayskisi, xohlasangiz o'zimizniki. Bu esa og'zida tilla qoshig'i bilan tug'ilgan farzandlarimiz uchun ekan. Ya'ni Korolyevskiy divan deylar ekan. Bunaqasini ham har xili bor ekan. Buni qarang, Sultonbeyning orzusi. Endi esa katta yigit bo'lib qoldi. U xohlaganda bizda puldan muammo bor edi. Prinsessalarimiz uchun esa prinsessa divanlar ham bor ekan. Xullas o'rtoqlar, Namanganimda bolajon mebeldanchi farzandlaringiz uchun kolyaskadan tortib har qanday mebellarni shu yerdan topasiz. Shunaqa belanchaylar chiqqanda farzandlarim katta bo'lib qoldi-ya. Bunaqalarni hamchi har turi bor ekan. Mana buni qarang. Men farzandli bo'lganimda ota-onam buni salafanga o'rab olib kelishgan edi. Voy, korobkada Turkiyaniki ekan. Mana bu bir chekali bo'lar ekan, Xitoyniki. Zo'rmi? Bolajon mebellar adresi markazda joylashgan. Islom Karimov ko'chasi, Istanbul market va Do'mmoq jo'joni shunaqangi ro'parasida bolajon mebel. Kutamiz har kunish. Bolajon mebel bilan farzandlaringizni bolaligi yanada go'zal bo'lsin.